Mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning bilim va salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar tobora kengayib bormoqda. Zangiota tumanidagi mahallalardan birida yoshlar yetakchisining tashabbusi bilan tashkil etilgan ingliz tili to'garagi ham o'nlab o'quvchilarning xorijiy tillarni o'rganishga imkon yaratmoqda. Asli Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan bo'lgan 22 yoshli Sumbula Yoqubova bugun Zangiota tumanining Fayz mahallasida yoshlar yetakchisi sifatida faoliyat yuritmoqda. Yosh bo'lishiga qaramay, u o'z kasbiga bo'lgan mehri, mas'uliyati va tashabbuskorligi bilan ajralib turadi. Har bir kasbga mehr insonning ichki qiziqishi va intilishi bilan shakllanadi. Sumbulaning ta'lim sohasiga bo'lgan qiziqish ham yillar davomida mustahkamlanib bordi. Talabalik yillari Sumbula uchun katta tajriba maktabi bo'ldi. U universitetda tahsil olayotgan davridanoq o'z ustida ishlashdan to'xtamadi. Bilim va tajriba orttirishga intilgan yosh qiz 3-kursda o'qib yurgan kezlarida o'qituvchilik faoliyatini boshladi. Ilk darslar va ilk o'quvchilar unga tanlagan yo'lining to'g'ri ekanini yanada chuqurroq his qildirdi. Aynan shu davr uning kelajakdagi faoliyatiga mustahkam poydevor bo'lib xizmat qildi. 3-kursga kelganimda ingliz tili o'qituvchi sifatida ishlashni boshlaganman. O'z faoliyatim o'shanda boshlangan, ya'ni 2023-yildan boshlab Zangiotada 5-maktabda dars berganman. Undan keyin IELTS topshirdim. IELTSni yangilash sifatida IELTSdan 7 ballni qo'lga kiritdim. Bu faoliyatimga juda ham muhim narsa edi. Universitetni bitirganimdan so'ng 2025-yilda yana o'qituvchilik faoliyatiga qaytdim. 4 oy ishlaganimdan so'ng boshqa sohalarga ham qiziqishim bo'lgan. Misol uchun yetakchilikka Argos saytidan test va suhbatlardan o'tib yetakchi sifatida ish faoliyatimni boshlaganman. Bu kasb ham bir mas'uliyatli kasb hisoblanadi, chunki bu yerda yoshlar bilan faqatgina ingliz tili dars o'tmasdan, ularga dars bermasdan, ularning muammolari, qiziqishlari, qobiliyatlaridan kelib chiqib yoshlar bilan ishlaymiz. Yoshlar yetakchisi sifatidagi faoliyat ham Sumbulaning hayotidagi yangi bosqichini boshlab berdi. Mahalladagi yoshlar bilan ishlash davomida u ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish zarurligini anglab yetdi. Shu tariqa uning tashabbusi bilan mahalla binosidagi foydalanilmayotgan xonalardan birida bolalar uchun ingliz tili to'garagi tashkil etildi. Bu tashabbus oddiy loyiha emas, balki yoshlarning bilim olishiga xizmat qiladigan muhim qadam bo'ldi. Ustozim darslarni juda yaxshi o'tadilar. Menga ustozim juda ham yoqadilar. Biz to'polon qilsak ham ustoz baribir ham mavzularni juda yaxshi tushuntiradilar. O'qituvchim turli xil qiziqarli o'yin o'ylab topib o'ynatadilar. 2 hafta bo'ldi kelayotganimga, lekin juda ham yaxshi o'rgandim ingliz tilini. Bugun ushbu to'garakda o'nlab o'quvchilar ingliz tili sirlarini o'rganmoqda. Bu yerda darslar zamonaviy uslublar asosida tashkil etiladi. O'quvchilar nafaqat xorijiy tilni o'zlashtiradi, balki erkin fikrlash, o'z fikrini ifoda etish va yangi maqsadlar sari intilishni ham o'rganmoqda. Sumbula uchun eng katta yutuq o'quvchilarning natijalari va ularning bilimga bo'lgan qiziqishidir.